Today is 2nd March of 2021. We are protesting in front of Eiffel towards China embassy in the Netherlands. China's government is committing genocide against the people of East Turkestan. More than 5 million people in the concentration camp. They are tortured, raped, and psychological torture. More than 3 years, I have lost contact with 9 of my family members. I don't know, they are died of concentration camp. Fascist China! Terrorist China! Chinese government! Right? You killing millions of Uyghur people! Fascist China! Terrorist China! Fascist China! Terrorist China! Fascist China! Terrorist China! Assalamu alaikum ikramli qarindoshlar. Biz hozir Xitoy tajovuzchining elchixonasining oldida ikkinchi kunlik namoyishimizni boshladik. Bugun namoyishimizni bir qancha qarindoshlarimiz keldi, Qahramon, Tayoqin qatorliqlar biz hozir o'sha elchixonaning oldida aytganda o'sha yerda Xitoy elchixonasiga vizaga kelgan Xitoyning ishtirlaridan biridan urushib qolib qoldik. Shu namoyishimiz nimroq boshlanib qoldi. Tayoqin bir ikki gap qilamiz. Assalomu alaykum. Butun dunyodagi qarindoshlar, ham Turkiyadagi, Amerika, Kanada, butun Yevropadagi qarindoshlarga o'tib salomlar olsun. Hammanglarning boshi sarkib ketilishini xohlaymiz. Xudoyim bo'lsa, birinchi o'lab Amerika bosh Uyg'ur qonunini nim qildi, ikkinchi o'lab Kanada, uchinchi o'lab Gollandiya qildi. Yana Xudoyim bo'lsa inshaalloh Litviya boshqa davlatlarga chiqib o'tadi. Xudoyim bo'lsa inshaalloh hammamiz mashundaq daryodek nimaga to'kilib ketaylik inshaalloh. Vatanimizga Sharq Turkistondagi qarindoshlarimiz zar-zar yig'layotdi. Bular mashunda Xitoy fashistning oldiga chiqib mashada ya Xitoy ya kofir deb o'zimizni bildirganimiz hisob. İnşallah hammamizga Alloh rahmat qilsin. Masabga ketilganingizga rahmat. Assalomu alaykum qarindoshlar. Mana yaxshi turibmiz. Bizga biz namoyishimizni ikkinchi kunida boshlanyapmiz. Hamda biz hamma o'sha muhojiratga barliq Uyg'urlarning milliy ro'yining davomli o'sha tushunishini hammalarni bir yoqdan kirib bir yoqdan chiqib o'sha namoyishimizni davomli kuchlantirishimizni umid qilaman. Davomli o'sha Xitoyga qarshi şuarlarımızı to'xtatmasligimizni umid qilaman. Bizdeki bu faaliyetimiz yani Türkiye'deki ay millet nöbetçiga hareketine qanot yayayotgan şu qarindoshlarımızın faaliyetini qo'llashusidan kelib beryapti. Bu namoyish Gollandiyadagi har qaysi tashkilotlarning rahbarligida mishada uzun muddatda davomlashdi. O'sha o'rnashtirishdan bu faoliyat davomlashdi. Har kuni 2 dan eng yuqori 5 kishi odam namoyish qilsa bo'ladi. Şu başka dünyanın her qaysi qarindoshlar Xitoy elchixonasining oldida ularni qayrimiz ko'nglimiz ne'antasi shu yerda namoyish qilish orqali sarkandiragan qitag'ishlikni dunyo o'ngiltaylar. Fascist China! Terrorist China! Fascist China! Terrorist China! Chinese government, give me answer! Where's right of my family members? Give me answer! Fascist China! Terrorist China! Dado Gomsandang! Dado Gomsandang! Dado Xi Jinping! Dado Xi Jinping! Vatan sana cinem pida! Vatan sana cinem pida! Vatan sana cinem pida! Vatan sana cinem pida! Dado Gomsandang! Dado Gomsandang! Dado Xi Jinping! Dado Xi Jinping! Vatan sana cinem pida! Vatan sana cinem